Barchaga assalomu alaykum. Demak, navbatdagi video darsimiz gastroenterologiya bo'limini keyingi embriologiya darsi hisoblanadi. Mana shu video bilan biz embriologiyani yakuniga yetamiz va keyingi darslardan sizlar bilan gastrointestinal trakt anatomiyasi haqida gaplashib o'tamiz. Demak, biz boshladik. Navbatdagi defektimiz bu gipertrofik pilorik stenoz hisoblanadi. Demak, o'z navbatida pilorik degani bu oshqozonda pilorik sfinkter hisoblanadi. Ya'ni oshqozonning ostki qismida mana bu 12 barmoqli chekka o'tayotgan joyda mana shu joyda pilorik sfinkter joylashgan bo'ladi. Shu gipertrofiyaga uchrash natijasida bu yo'l torayib ketadi-da, natijada stenozga sabab bo'lib qoladi. Ya'ni stenoz deganda hammamiz bilamiz, mana shu oshqozondan mana bu chekka o'tayotgan yo'lda batamon to'silib qolishi. Endi ko'pincha bu narsa aytilyapti, mana gastric outlet obstructionga olib keladi. Ya'ni bu degani oshqozonda shu ovqatni 12 barmoqli chekka o'tayotgan qismida obstruksiya to'silishga sabab bo'lishligi mumkin. Natijada palpatsiya qilinadigan massaga aylanib qoladi. Ya'ni bolani shunaqa epigastrik sohasini ushlab palpatsiya qilib ko'rganimizda bu o'sha gipertrofiyaga uchragan qism sfinkter olive shaped, ya'ni yumaloq supat o'sha shaklda bo'ladi. Mana shu joyini palpatsiya qilganimizda ushlab ko'rsak bo'laveradi. Chunki bu joyda sfinkter muskullari gipertrofiya va giperplaziyaga uchraganligi aytib o'tilyapti. Va yana ko'rib turibsizlar, peristaltik harakatlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bolani tek qo'ysak, ana shu epigastrik sohada qimirlashlar ko'rishimiz mumkin. Va biz uchun eng muhim joyi, mana buni bilib olinglar, asosan 2-6 haftalik bolalarda bo'ladi. Ya'ni bizga bilinadi. Ungacha endi obstruksiya deganda batamon to'silib ovqat umuman o'tmaydi degani emas. Ma'lum bir miqdorda dastlab bola shu onasining sutini bilan oziqlanganligi uchun qisman o'tib turishi mumkin. Keyin bu bora-bora mana o'tishda qiynalib 2-6 haftalikgacha kelib chiqishi mumkin. Non-bilious projectile vomiting kelib chiqadi. Bu nima degani? Bu birinchidan qusganda bolani qusug'i tarkibida o't suyuqligi bo'lmaydi. Ya'ni o't kislotalari bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki 12 barmoqli chek oshqozon o'rtasidagi mana bu joy to'silganligi uchun qusayotgan paytda faqat oshqozonning kontentigina tashqariga chiqadi. O't suyuqligi 12 barmoqli chakdan kelishi kerak edi. Shuning uchun qushiq tarkibida o't suyuqligi bo'lmaydi va projectile vomiting deganda qusganda xuddi fontan bo'lib chiqadi. Ya'ni qusuq massasi oshqozonda o'zidan otilib chiqqanligi uchun bizga o'sha projectile bo'ladi, fontanga o'xshab chiqadi. Va ko'pincha ko'rib turibsizlar, birinchi tug'ilgan o'g'il bola farzandlarda bo'lish ehtimoli yuqori va yana ko'p makrolitlar iste'mol qilgan onada ham bo'lishi mumkin. O'zi asli makrolitlar oshqozon hazm traktida makrolitlar bular antibiotiklar hisoblanadi. Misol uchun eritromitsin, azitromitsin deb nomlangan shu hammamiz biladigan antibiotiklarimiz makrolit hisoblanadi. Aynan shu makrolitlar demak oshqozon hazm traktida retseptor bo'ladi, motilin deb nomlangan retseptor bo'ladi. Misol uchun mana aynan shu pilorik sfinkterda ham, oshqozon hazm trakt ichaklarida ham motilin deb nomlangan retseptor bo'ladi. Shuni stimulyatsiya qilish xususiyatiga ega. Makrolitlar kelib turib devoriga ta'sir ko'rsatadi va ichak peristaltikasini oshirib beradi. Xuddi shunday shu pilorik sfinkter zonasida ham motilin retseptorlariga makrolitlarning doimiy ta'siri natijasida shu joylar gipertrofiya yoki giperplaziyaga uchrashi ham mumkin bo'ladi. Bu ham bitta assotsiatsiyasi. Agar sizlarda keysda onani qanaqadir makrolitlar ichayotganiga ishora qilib ketsa, undan keyin tug'ilgan bolada shunaqa qusish paydo bo'lsa 2-6 haftalikda, demak sizlar bilib olaveringlarki, bu bolada gipertrofik pilorik stenoz kelib chiqqan bo'ladi katta ehtimol bilan. Va bu ko'p qusishi natijasida bolada gipokalemik, gipoxloramik, metabolik alkaloz kelib chiqadi. Bu degani endi oshqozon kislota bo'ladi tarkibida, vodorod xloridli kislotani tashqariga qusib chiqaravergan natijasida gipoxloremiya kelib chiqadi va gipokalemiya ham kelib chiqadi. Oshqozon hazm trakt kontentlari tashqariga chiqib ketganligi hisobiga. Va endi organizm ko'p qusgandan keyin suyuqlik yo'qotadi. Natijada organizmda metabolik alkaloz, ya'ni pH qiymatini ham o'zgarib ketish holati kelib chiqar ekan. Demak, bilib olinglar, bu balansda o'zgarish holatiga sabab bo'ladi. Endi diagnostikasi, qanday diagnoz qilamiz? Buni diagnostikasi uchun bir narsalar ichirish yoki rentgen qilish shart emas, oddiygina UZI, ultrasound. Ko'pchilik adashib ketishi mumkin. Ya'ni oshqozon hazm trakt organlari g'ovak bo'lganligi uchun UZIda ko'rinmaydi-ku deyishimiz mumkin. Yo'q, aynan shu pilorik sfinkterda qalinlashgani yoki uzunlashganini ko'rsa bo'ladi UZIda. Har doim abdominal ultrasoundda olinglar diagnoz qo'yish uchun. Endi davosi, demak, o'sha pilorik muskullarda piloromiyatomiya, ya'ni kesib qo'yish, teshik ochib qo'yish hisoblanadi. Mana bu joy to'liq yopilib ketgan bo'lsa, shu joyni teshib, ma'lum bir qismini olib tashlab, miotomiya qilib, demak, joy ochib qo'yiladi. Yoki mana bu rasmga e'tiborlarini qaratsanglar, mana
yangi tug'ilgan bolalarda gipertrofik pilorik stenoz. Normal holatda o'zi mana pilorik sfinkter ochiq bo'ladi o'rtasi, qalinlashib ketganda mana yo'l yopilib ketgan bo'ladi. Demak, bu ham bir uchraydigan bolalarda bo'ladigan muhim kasalliklardan biri. Ana endi mana step 2 ma'lumotimizga asoslangan holatda ko'rib chiqamiz. Infantile hypertrophic pyloric stenoz. Demak, patogenezi ko'rdinglar, pilorik joydagi muskulda qalinlashuvi natijada o'sha oshqozonda 12 barmoqli chakka o'tayotgan joyda obstruksiyani kelib chiqishi. Risk faktorlari bo'lishi mumkin. Birinchi tug'ilgan o'g'il bola farzand, oila istoriyasida bo'lishi mumkin, otasida, bobosida yoki kimidadir bo'lgan bo'lsa ehtimoligi bor va makrolit antibiotiklarni ko'p ichib olgan bo'lsa. Sababini tushuntirdim. Klinik belgilari ko'pincha 3 haftadan 6 haftagacha kelib chiqadi, fontan qusadi va ko'ryapsizlar, postprandial ovqatdan keyin non-bilius emezis degani o'sha o't suyuqligi bo'lmaydi qusug'ini tarkibida degani. Va yana bolalarda ko'p qusganligi uchun degidratatsiya belgilari kelib chiqadi. Yosh bolalarda osongina aniqlashimiz mumkin. Liqqildoqlari, bosh miyadagi o'sha liqqildoqlari miya suyagi orasida bilamiz. Fontanella deydi lotinchasiga, shular botib kirib qolgan bo'ladi ichkariga. Va yana epigastrik sohani palpatsiya qilib ko'rganimizda shu joyda gipertrofiyaga uchragan pilorik sfinkter topamiz. Oliv shaklidagi massani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Laboratoriya yoki imagingda ko'rinishi. Demak, ko'rdinglar, gipoxloremik, gipokalemik metabolik alkalozga sabab bo'ladi. Ko'p qusganligi, xlor va kaliylar tashqariga chiqib ketganligi sababidan. Va ultraviziyada ko'ryapsizlar, pilorik stenozda holat ko'rinadi, qalinlashgan, demak yo'g'onlashgan pilorik muskullarni ko'ryapmiz. Va yana bemorda indirect hyperbilirubinemia ham bo'lishligi mumkin. Demak, bu holat plus yoki minus deyilyapti, u darajada ahamiyati yo'q. Shuning uchun asosiy bilib olishlaring kerak bo'lgan narsa yuqoridagilar. Ana endi navbatdagi slaydimizda intestinal atreziyalar haqida gaplashib o'tamiz. Demak, bu o'zi atreziya degan narsa farqiga borib olinglar. Atreziya va stenoz degan narsa bor. Stenoz bu, misol uchun mana bu kanal hisoblasanglar, kanalda to'silib qolishi deylik mana. To'silib qolishi bu stenotik holatda bo'lishi mumkin. Bu bo'lishi mumkin gipertrofiya bo'lishi mumkin yoki qanaqadir tashqi tomondan biror bir massa kelib, tumor ezishi mumkin. Misol uchun shuni hisobiga ham to'silib yo'llar to'silib qoladi. Bu stenoz. Endi atreziya bo'lsa, bu asosan rekanalizatsiya jarayonini paydo bo'lmasligi. Ya'ni o'zi normada e'tibor beringlar, ichkari g'ovak emas, butun holatda qolib ketishini ko'pincha biz atreziya deb ataymiz. Endi mana tushuntirib beraman. Duodenal atreziya deganda o'zi normada dastavval mana bunday holatda bo'ladi duodenum. Ichak uzun, ichi to'la to'qima bilan to'lgan uzun nay bo'ladi. Buni ichi g'ovak bo'lmaydi. Endi bizning organizmimizda rekanalizatsiya degan jarayon bor. Mana bu joyda yozib qo'ygan rekanalizatsiya. Rekanalizatsiya degani shu ichak bo'shlig'idagi hujayralarda nobud bo'lishi, o'zi apoptozga uchrab nobud bo'lib, ya'ni xuddiki tasavvur qilinglar, butun boshli yumaloq, ichi g'ovak bo'lmagan truba va faqat mana ichidagi hujayralar o'lib tashqariga chiqib ketyapti. Natijada g'ovak bo'lgan trubaga aylanib qolyapti. Mana bu holatdan bu holatga o'tib qolyapti. Ya'ni biz hammamiz bilamiz, chaqaloq tug'ilgan paytda mekonium keladi. Ya'ni chaqaloqning birinchi axlati. Xo'p, shu yerda aytishimiz mumkinki, o'sha birinchi axlati bilamizki, chaqaloq ovqat yemaganda kelib chiqadi u. Birinchi axlat mekonium bu mana shu ichak bo'shlig'idagi o'rtadagi hujayralarda o'lib, apoptoz bo'lib, nekrotik holatga uchrab, demak mekoniumga aylanib turib tashqariga chiqib ketadi. Shu ichak birinchi axlati epiteliy hujayralardan tashkil topgan o'lik epiteliylar hisoblanadi. Natijada ichak mana shunday uzun naysimon kanalga aylanib qoladi. Ungacha ichi g'ovak bo'lmaydi, yumaloq bo'ladi, lekin ichi to'lgan bo'ladi. Xuddi shunday duodenal atreziya deganda, demak rekanalizatsiya bo'lish jarayonida defekt kelib chiqadi. Natijada mana shu nayda ma'lum bir qismida demak to'qimalar qolib ketadi. Ko'ryapsizlar, demak atreziya kelib chiqadi. Bu tomon rekanalizatsiya bo'lgan, bunisi ham bo'lgan, o'rta mana shu qismi rekanalizatsiya bo'lmay qolib ketgan. Natijada endi bu atreziya holati, ovqat endi 12 barmoqli chaydan bir qismidan ikkinchi qismiga o'tmaydi. Buni X-rayda ko'rganimizda, ya'ni rentgen qilib ko'rganimizda yangi tug'ilgan bolani double bubble simptomini ko'rishimiz mumkin. Double bubble simptomi mana bu simptom. Ya'ni bu holatga e'tibor beringlar. Demak, mana bu katta ko'rinayotgani bu oshqozon. Mana bu kichkina ko'rinayotgan yumaloq bu 12 barmoqli ichakda to'silgan qismi, proksimal qismi hisoblanadi. Nima uchun? Chunki tasavvur qilyapmiz, endi mana bu 12 barmoqli ichak va oshqozonga o'tib ketadi va shu joyda endi pilorik sfinkter ham joylashgan. O'z navbatda pilorik sfinkter yopilib, ochilib shunaqa bo'ladi.
Endi aytyapmiz, havo to'lib qoladi-da. Ya'ni o'sha havo bo'ladi o'z oshqozonda. Demak, birinchi ovqat umuman hech qanaqa luqma, hatto gaz ham bu tomonga o'tmaganligi uchun shu joyda birinchi gaz yig'ilishni boshlaydi. Ya'ni 12 barmoqli ichakda proksimal qismi bilan mana bu pilorik sfinktergacha bo'lgan masofada kichkinagina mana bunday pufakchani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu birinchi bubble. Endi pilorik sfinkterdan oshqozonni o'zida ham demak kirgan havo ichaklarga o'tmaganligi uchun oshqozonda o'zida ham kattalashuv paydo bo'lishni boshlaydi. Ko'rasizlar, demak birinchi bubble va ikkinchi bubble. Bubble deganda pufakcha nazarda tutilyapti. Demak double bubble belgisi bu duodenal atreziya, ya'ni 12 barmoqli ichakning atreziyasida kelib chiqadi desanglar to'g'ri bo'laveradi. Endi bu ko'pincha mana duodenal atreziya Down sindromi bilan assotsiatsiya qilib kelar ekan. Assotsiatsiya nimaligini tushuntirib berdim oldingi videoda. Ya'ni Down sindromi bo'lgan bolalarda duodenal atreziyaning ham kelib chiqish ehtimolligi yuqori, doimiy yonma-yon keladi. Xo'p, demak, bu yerda umuman hamma ichak atreziyalari uchun umumiy xususiyat aytib o'tib ketilyapti. Demak, bilious vomiting kelib chiqadi. Ya'ni qusganda qusug'ini tarkibida o't suyuqligi bo'ladi, chunki to'silish ichaklarda bo'lyapti. Ichakda bo'ladi. Misol uchun 12 barmoqli ichakda ham asosan demak o't suyuqligi quyiladigan qismini pastida to'silish bo'ladi yoki boshqa ingichka ichakda qismlarida to'silish bo'lsa, bemalol o't suyuqligi yuqoriga ko'tarila oladi qusugʼ massasi bilan. Shuning uchun yuqoridagi pilorik stenozdan farqli ravishda bularda qusganda qusug'ning tarkibida o't suyuqligi bo'ladi va qornida abdominal distensiya kelib chiqadi, qorni kattalashib ketadi, chunki ovqat luqmasi ham, havo ham ichkariga o'tmaganligi uchun. Asosan mana birinchi, ikkinchi kunligidayoq biz buni bilamiz. Qorni kattalashib ketadi. Demak, duodenal atreziyani tushunib oldik, kelib chiqishi qanday bo'lishligini. Ana endi navbatdagi atreziya turlari demak yeyunal va ilial atreziyalar hisoblanadi. Demak, bular ham ingichka ichak, demak yonbosh va och ichakda lotincha nomlari. Hammamiz bilamiz, buni anatomiyada yana gaplashamiz. Demak, endi bu yerda duodenal atreziyadan bularda asosiy farqi, bu yerda rekanalizatsiya jarayonida muammo bo'lmaydi. Asosiy muammo bu yerda mezenterik qon tomirlarida yaxshi qon bormasligi natijasida kelib chiqadi ichaklarga. Bilamizki, demak, duodenumdan, ya'ni 12 barmoqli ichakdan u yo'g'on ichakda ko'ndalang ichakgacha bo'lgan qismini superior mezenterik arteriya qon bilan ta'minlaydi. Shuning uchun yeyunal va ilial atreziya deganda xayollaringga birinchi bo'lib uni qon bilan ta'minlovchi arteriyasi superior mezenterik arteriya kelaversin. Natijada qon yaxshi yetib bormagandan keyin ichaklarda ishemik nekroz kelib chiqadi. Ya'ni ichak ishemiya bo'lib, nekrotik bo'lib, shu joyda segmental resorpsiya deydi. Bu narsa o'sha joy qattiq bo'lib rivojlanmay qotib qoladi. Bu degani nay paydo bo'lmaydi ishemiya hisobiga. Natijada bowel become discontinuous degani, demak ichak shundan keyin davom etmaydi. Shu joyda atreziya bo'lib qolib ketadi. Qolgan ichak qismlari davom etaveradi, lekin shu joyda uzilish sodir bo'ladi. Endi asosiy ko'rib chiqdik. Qolgan ingichka ichak qismlari atreziya bo'lishining sababi ishemiya ekan va belgisi X-rayda ko'rganimizda endi triple bubble, ya'ni 3 tali pufakchani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ulardan birinchi pufakcha, demak, misol uchun yeyunumda to'silish paydo bo'lgan bo'lsa, shu yeyunumda to'silgungacha bo'lgan bitta qismida, keyingisi duodenumda, undan keyingisi oshqozonda. Demak, 3 ta bubble paydo bo'lyapti. Demak, mana bu joyda rasmni chizsam, taxminiy ravishda mana yeyunum to'silgan va yeyunumning yuqori qismi mana bu joy kengayadi, iloji yo'q va endi bu aylanib o'tib ketib turib, endi 12 barmoqli ichak yuqoriga ko'tarilayotgan paytda bu joyda pilorik stenoz, ya'ni pilorik sfinkter bo'ladi, stenoz emas. Shu joyda ham yig'ilish paydo bo'ladi, iloji yo'q va oshqozonda o'zida ham yig'ilish paydo bo'ladi. Ya'ni oshqozonda birinchisi, 12 barmoqli ichakda ikkinchisi va uchinchisi o'sha ingichka ichakda, misol uchun yeyunum desak, to'silgan qismidan proksimal qismida 3-pufakcha paydo bo'ladi. Demak, buni biz triple bubble, 3 tali pufakcha simptomi deb ataymiz. Endi yo'g'on ichakka umuman gaz o'tmaydi. Gazless colon deb qo'yilyapti, chunki ingichka ichakdan keyin yo'g'on ichak boshlanishi kerak va yo'g'on ichakka gaz bormaydi. Sababi mana bu joyda ishemiya hisobiga shu joy disrupsiyaga uchragan va atreziyaga sabab bo'lyapti. Bu ko'pincha endi kelib chiqishi sistik fibroz bilan bog'liq bo'lishligi mumkin yoki gastrosizis bilan bog'liq bo'lishligi mumkin. Gastrosizisda yuqorida undan oldingi videoda gapirib o'tdim, qanday kelib chiqishini, o'zi qanday kasallikligini. Sistik fibroz ham buni hujayra biologiyasi mavzusida gaplashganmiz. Ya'ni sistik fibroz deb qisqacha tushuntirib bersam, mana shu ichak devoridagi mukoz qavatning mukoz suyuqligi
qattiq bo'lib qoladi. Qattiq bo'lish hisobiga yo'lda turib qolib to'sib qo'yishligi mumkin. Ya'ni xuddi shu ham UNL yoki ileal atreziyalarda kelib chiqishiga o'xshash bo'lishi mumkin. Va ko'ryapsizlar, buni sabablari asosan onani sigaret chekishi yoki vazokonstriktiv agentlar, misol uchun kokain bilan ona doimiy ravishda narkoman bo'lsa, kokain iste'mol qilib turadigan bo'lsa, kokainlar asosiy funksiyasi simpatik ta'sir ko'rsatib qon tomirlarini toraytirib beradi. Yoki sigaret chekkanda ham ko'p sigaret chekish iste'mol natijasida qon tomirlari torayadi yoki aterosklerozga riski bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga mana superior mezenterik arteriya torayib turib, ichaklarda yaxshi qon bilan ta'minlab bera olmasligi mumkin. Natijada ichaklarda ishemiya bo'lib qolish ehtimoligi yuqori. Demak, shu yerda sizlarga aytib o'tib ketaman eng muhim joyini. Agar qaranglar, onada chekishi yoki qanaqadir kokain bilan iste'mol qilishini haqida sizlarga berib ketsa, urg'u berib ketsa va bola qusyapti, birinchi, ikkinchi kunlikdan qusyapti, shunaqa simptomlari bor desa, sizlar o'ylanglar bu yerda yeyunal yoki ileal atreziya kelib chiqyapti. Agar bolada Down sindromi bor yoki onasi makrolitlar ko'p ichgan deyish mumkin, bunda duodenal atreziya kelib chiqayotganligini o'ylanglar. Yoki bola tug'ilyapti, qusyapti, qusug'ini tarkibida o'tish yo'ligi yo'q va massa palpatsiya qilsa bo'lyapti dedimi, sizlar уже yuqoridagi pilorik stenozni o'ylanglar. Ya'ni qayerda defekt borligini etap-etap o'ylasa bo'ladi bemalol. Mana ko'rib turibsizlar, misol uchun apple peel atreziya deyilyapti. Mana bu rasmda ham mana 12 barmoq ichakdan ingichka bo'lib kelib turib, mana bu joyda yeyunimda shu joyda tugab qolgan, shu joy ishemiya bo'lib, atreziya holatda mana xaltaga aylanib qolgan. Undan keyin davom etgan ichak mana bunday holatda davom etib ketaveradi. Ya'ni bir ichak bilan ikkinchi ichak orasida uzilish ham sodir bo'lib qolishligi mumkin. Shunaqa. Endi buni faqat yo'llari atreziyalarda, stenozlarda faqat operativ yo'l bilan ochish. Shu joyda ochiladi, teshikda yoki ikkita ichak bir-biriga ulanadi yoki-da to'silib qolgan bo'lsa, rekanalizatsiya bo'lmasdan yoki qanaqadir turib qolgan bo'lsa, massa faqatgina olib tashlash yoki yo'l ochish hisoblanadi. Boshqa variant yo'q. Operativ yo'l bilan davolab bo'lmaydi. Mana bu duodenal atreziyadan rasmini ko'rsatib qo'yapti sizlarga. Mana bubblelar soni sananglar desa, demak, mana busi proksimal duodenumdan kelib chiqqan 12 barmoqli ichak, mana busi oshqozondan kelib chiqqan. Demak, o'rtada mana pilorik sfinkter borligi uchun ikkalasi ajratib turibdi. Demak, buni double bubble belgisi deb ataymiz. Endi shu 3 ta bo'lib qoladi. Triple bubble deymiz uni. U qolgan ingichka ichakda atreziyalarda kelib chiqadi. Ana endi sizlar farqlab olishlaring kerak. Mana shu joyda ingichka ichak atreziyalarida 12 barmoqli ichak va yeyunal yoki ileal, ya'ni yonbosh ichak, och ichak deb ataymiz. Bularda ikkalasini atreziyasini farqlab olishimiz kerak. Patofiziologiyasi. Duodenalda aytib o'tdim, rekanalizatsiya jarayonida muammo bo'ladi va o'sha yemirilmagan to'qima qolib ketadi dedik. Yeyunal ilealda asosan vaskulyar okklyuziya hisobiga yaxshi qon bormay, ishemiya bo'lib, shu joyda o'sishdan to'xtab qoladi deb atadim. Endi dastlabki holatlari qorni kattalashuv bo'ladi, epigastrik sohada qusganda qusishi tarkibida o't yo'qligi kelib chiqadi va X-rayda ko'rganimizda oshqozon bilan proksimal duodenum kattalashganligini ko'rasizlar. Buni double bubble belgisi deb ataymiz. Double bubble belgisi bo'ladi va to'silgan joydan keyingi qismlarda umuman gaz bo'lmaydi. Keyingisi mana bu yeyunal yoki ileal atreziyalarda qorni kattalashadi, emezis bo'ladi. Bu ham qusishning tarkibida o't yo'qligi bo'ladi va faqat asosiy farqi bundan X-rayda qilib ko'rganimizda bunda asosan ko'ryapsizlar, ingichka ichakda halqasi ham kengayganligini ko'rasizlar. 3-bubble ham topsa bo'laveradi va air fluid levelni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shu joyda ya'ni ishemiya bo'lib, nekrotik o'choq bo'lib qolganligi uchun bu joyda suyuqlik, gaz aralashmasi bo'lib, yallig'langan joyda ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi ba'zi holatlarda. Va bu yerda ham ko'ryapsizlar, to'silgan joydan keyingi qismda, ayniqsa yo'g'onchida gaz bo'lmaydi. Assotsiatsiyalari duodenal atreziyani assotsiatsiyasida yomon, chunki xromosom anomaliyalari bor, ayniqsa Down sindromi bilan birgalashib keladi. Yeyunal ileal atreziyalar bo'lishi mumkin, gastroschisis yoki volvulslar bilan birgalashib kelishi mumkin. Volvulus nimaligini sizlarga keyingi darslarda tushuntirib beraman. Gastroschisis nimaligini bo'lsa o'tgan darsimizda gaplashganmiz. Navbatdagi slaydimizda endi biz Meckel diverticulus haqida gaplashib o'tamiz. Demak, bu yosh bolalarda uchrashib bo'lgan mumkin bo'lgan anomal holat. Endi o'z normada divertikula nimaligini tushuntirib beraman. Mana shu ichak devori, nay halqa deb tasavvur qilinglar. Demak, ichkari qavatda joylashgan qavati, demak mukoza qavati. Undan keyin joylashgan submukoza qavatini ko'ryapsizlar.
Undan keyin mana bu qoramtir holatda muskulyar qavati va tashqi seroz qavatini ko'rib turibsizlar. Endi divertikula bu o'sha ichakda mana bu nayni bo'rtib tashqariga mana bir qopcha holatda chiqib qolishligi, xuddi anevrizmalarga o'xshab. Demak, to'g'ri divertikula shunaqadan iboratki, mana bu bo'rtib chiqib qolgan qopcha ham, ichak devori ham bir xil qavatlardan tashkil topgan bo'ladi. Ya'ni qavatlarga shikast yetmagan holatda, qavatlar o'zgarmagan holatda mana shunday bo'rtib qopcha holatda tashqariga chiqib ketishi. Demak, normada mana misollar, hozir gaplashadiganimiz Meckel divertikulasi ham to'g'ri divertikula hisoblanadi. Ya'ni mana shu bo'rtib chiqib qolgan o'simtasi ham ichakda devorlar bilan bir xil qavatlarga ega bo'ladi. Yoki normal appendix. Appendix va uni chuvalchangsimon o'simtasi ham xuddi shunday holatda to'g'ri divertikula holat bilan tashqariga bunday o'simta bo'lib chiqib qolgan. Endi pseudo divertikula yoki false divertikula ham deb ataymiz buni. Bu narsa e'tibor beringlar, mana tashqariga chiqib qolgan xaltasida faqatgina mukoz va submukoza qavati bo'ladi xolos. Bizni qolgan qavatlari bo'lmaydi. Mana ko'ryapsizlar? Muskulyar qavati, seroz qavatlar bo'lmaydi. Demak, bular asosan ezofagal divertikula hisoblanadi. Zenker divertikulasi, ya'ni qizilo'ngachda ham xuddi shunaqa divertikuloz holati bo'ladi. Buni ko'ramiz patologiyada. Qizilo'ngachda mana shunday bo'rtib chiqib qolgan divertikulasi bo'yin qismida turib qoladi va buning ichiga ovqatlar kirib qolib, yallig'lanib, bir qancha muammolarga sabab bo'lishligi mumkin. Va xuddi shu soxta divertikulaga misol. Va yosh katta insonlarda bo'ladigan yo'g'onchidagi divertikulyozis kasalligida yo'g'onchida mayda-mayda shunaqa tashqariga bo'rtib qopcha paydo qilgan o'simtalar chiqishni boshlaydi. Aynan shu divertikulyozislar ham katta yoshli insonlarda bo'ladigan ham soxta divertikulaga misol bo'lyapti. Demak, soxta bilan chinni farqiga yetib oldik. Endi Meckel divertikulasi haqida gaplashib o'tsak. Meckel divertikulasi bu to'g'ri divertikula. Buni gaplashib o'tdik. Mana bu joyda tushuntirib berdim. Demak, o'zi normada bu o'zi qanday paydo bo'lib qolgan desak, ko'ryapsizlar, mana vitelline duct deb nomlangan yo'l bo'ladi. Vitelline duct bu ichaklar bilan kindikni bog'lab beruvchi yo'l bo'ladi. Dastlabval embrion rivojlanish paytida ona qornida mana bu joyda kindikda sarg'ili qopchasi bo'ladi va sarg'ili qopchasiga mana bunday vitelline yo'li, vitelline duct deymiz u narsani. O'zi normada o'sha ichaklar bilan bunday bog'langan bo'ladi-da, bu orasi ochiq bo'ladi. Ya'ni o sarg'ili qopchadan oshqozon hazm traktiga to'g'ridan to'g'ri yo'l bo'lib, bir-bir bilan moddalar almashinuvi doimiy sodir bo'ladi. Keyinchalik bola tug'ilgan paytda bu joy yopilib, shunchaki ligamentga aylanib ketishi kerak bo'ladi normada. Endi aynan shu vitelline duct deyiladi embrion paytda. Vitelline yo'lini qop ketishi, mana bunday holatda qopchasimon bo'lib qop ketishini biz Meckel divertikulasi deb ataymiz. Demak, ko'ryapsizlar, bo'rtib chiqib qolgan divertikula. Endi buni bitta yomon tarafi o'zi aslida oddiy ichak bilan bir xil bo'lganda bizga u darajada katta muammo tug'dirmasdi. Bitta yomon tarafi bor, demak, ektopik kislota sekretsalovchi gastrik oshqozonda yoki pankreasdagi enzimlarda sekretsalovchi to'qimalar shu joyga kelib qolishligi mumkin. Ya'ni aynan mana shu ichkarisidagi to'qima oshqozondagi xlorid kislota ishlab chiqaruvchi to'qimalar bilan bir xil bo'lib qolishligi mumkin ektopiya hisobiga. Yoki pankreas to'qima, o'sha oshqozon osti bezidagi ferment ishlab chiqaruvchi hujayralar ham shu joyga ektopiya qilib kelib qolishligi mumkin. Endi ichak devori oshqozon devori bilan boshqacha tuzilgan. Ichak devori kislotali muhitga bardosh bera olmaydi. Endi o'ylanglar, doimiy ravishda shu ektopik o'chog'idan oshqozondagi kislota sekretsiyalanib chiqarib, ichak devorini yemirib yuborishligi mumkin, qonatib yuborishligi mumkin bo'ladi. Shu yerdan bilishlaring kerak asosiy joyini. Ana endi ko'ryapsizlar, eng ko'p uchraydigan congenital anomaliya hisoblanadi va sabab bo'lishi mumkin gematoshiziyaga sabab bo'ladi. Gematoshiziya shu axlatdan qon kelishi. Aytib o'tdim, xlorid kislota yemirib yuboradi ichak devorini, kerak bo'lsa qonatib tashlaydi. Mukoza qavati, submukoza qavatini yorib, tomirlardan qon oqizib yuboradi. Gematoshiziya, ya'ni yosh bolalarda bo'ladigan axlatda qon kelishi kelib chiqadi. Va bitta qo'shimchasini bilib olinglar, kamdan kam holatlarda og'riqli bo'ladi bu, og'riqsiz qon kelishlar bo'ladi. Endi mana bu joyda yozilgan right lower quadrant pain deyilgan. Asosan bu o'sha demak, ayniqsa appendisit bo'ladigan joyda, shu kindikda o'ng tomonlarda ko'pincha bo'ladi, shu joyda og'riq bo'ladi. Bu og'riq shu joyda demak, yallig'lanish jarayoni ketayotganligi uchun yoki qanaqadir ovqat luqmasi kirib qolganligi uchun bo'lishi mumkin. Lekin axlatdan qon kelayotgan paytda og'riqsiz bo'ladi. Melena ham toza qonni oqishi.
ko'pincha axlat bilan aralashib ketganligi uchun gematoshiziya holatda keladi bu narsa. Endi yana sabab bo'lishi mumkin, intussusceptionga sabab bo'lishligi mumkin. Intussusception bu ichaklarda teleskop holatda kirib qolishi. Hozir rasmini ko'rsataman sizlarga. Demak, mana bu rasm o'sha intussusception rasmi, ya'ni bir ichakni mana bu uzun qismi, distal qismi kengayib turib, undan oldingi ichak botib kirib qolib, bir-birini ichiga xuddi teleskopga o'xshab taklanib kirib ketish holati. Ko'pincha mana bu Meckel diverticulasi mana bu pastki ichakni kengaytirib, zaif qilib yuboradida, yuqoridagi ichak qismi kelib turib bu tomonga botib ketishligi mumkin bo'ladi. Ya'ni xuddi tasavvur qilinglar, ya'ni bu tomonga botib kirib, mana bunday holatda kirib qoladi va mana bu pastki ichak vazifasini bajarib berishligi mumkin. Ya'ni xuddi mana bunday. Buni tasavvur qila oldinglar menimcha. Shu Meckel diverticulasi intussusceptionga ham sabab bo'ladi. Intussusceptionda bolada qornida og'riq bo'lishni boshlaydi. Volvulus degani endi bu volvulus aynan mana shuni atrofida ichak o'ralashib qoladi bir-biriga. Buni ham keyinchalik ko'rib chiqamiz. Va shu joyda obstruksiyalarga sabab bo'lishligi mumkin ekan. Meckel diverticulasi ham bir qancha bizga muammolarni olib kelar ekan. Endi savol tug'ilishi mumkin, buni qanday diagnoz qilamiz? Buni maxsus Texnetsida 99 to'pidan foydalanib turib, Meckel skaneri, ya'ni Meckel scan ham deb ataladi. Mana shu bilan demak jo'natamiz. Bu moddani organizmga jo'natish natijasida demak ko'ryapsizlar. U Texnetsida faqatgina o'sha o'zidan sekret ishlab chiqaruvchi organizmda organlarni so'rib oladi. Misol uchun oshqozon hazm trakti yoki pankreas. Shular so'rib olishligi mumkin bo'ladi. Texnetsida yuborish natijasida mana ko'ryapsizlar, normada oshqozonda asosan mana xlorida ishlab chiqarilganligi uchun oshqozonni polniy qoplab oladi shaklida. Va Texnetsida organizmdan chiqib ketadi, CD pufakda yig'iladi va bladderda mana ko'rinyapti. Lekin bizda mana ko'ryapsizlar, mana bu joyda ichaklarda ham paydo bo'lib qoladi. Demak, Meckel diverticulasi borligidan dalolat beradi shu. Texnetsida ichak ham o'ziga yutyaptimi? Demak, shu joyda ichak ham sekret ishlab chiqaryapti, xlorida ishlab chiqaryapti. Shundan topsa bo'laveradi. Chunki mana heterotropik gastrik mukoza, o'sha joyda gastrik mukoza degani oshqozon hazm traktida mana bu xlorida ishlab chiqaruvchi mukoz qavat mana bu joyga ham borib olgan. Chunki yuqorida aytib o'tdim, ektopiya hodisasi bo'lishligi mumkin. Aynan shu ektopiya hodisasi bo'lishi Meckel diverticulani yana ham xavfli qilib yuboradi. Demak, shundaylar, maxsus Meckel skan yordamida Texnetsida organizmga yuborib turib, qayerda o'sha yig'ilayotganligiga qarab diagnoz qo'yib qo'yamiz. Endi ikkitalik qoidasi bor. Mana ko'ryapsizlar, erkaklarda demak 2 barobar yuqori bo'ladi, uzunligi 2 inch bo'ladi. Demak, ko'ryapsizlar, iliosekal klapandan ilium bilan sekum orasidagi klapandan 2 fit uzoqlikda bo'ladi va 2% populyatsiyalarda bo'ladi. Va yana ko'ryapsizlar, 2 yoshli bolada 2 oylik, 2 yillik hayotida namoyon bo'ladi va ikkita tipli epiteliy bo'ladi, ya'ni gastrik va pankreatik epiteliyalardan tashkil topgan bo'lishligi mumkin. Ya'ni o'zini Meckel diverticulasining 2 qoidasi bor. Shu 2-2lardan tashkil topgan. Lekin buni yodlab olishni tavsiya qilmayman. Sizlar muhimi shuni tushunib olsanglar, zo'r qilib tasavvur qilib olsanglar bo'ldi. Ana endi yana bir qancha mana shu vitelline ductni muammolarini ko'rib chiqamiz. Demak, vitelline duct yuqorida ham aytib o'tdim. Buni boshqacha qilib omphaloid mesenteric duct ham deb ataladi. Demak, ichaklar bilan, misol uchun mana bu rasmni tushuntirsam, ichak bilan kindik teshigini bir-biriga ulab turuvchi asosiy yo'l. Demak, sarg'aylik qopchasi bilan bola o'rtasida doimiy ravishda model almashinuvi bo'lib turishi kerak edi. Demak, mana bu joydan yozib qo'yilyapti. Sarg'aylik qopchasi bilan midgut o'rta ichakni bir-biriga bog'lab turuvchi yo'l hisoblanadi. Keyinchalik o'sha tug'ilayotgan paytda 7 haftalikda obliteratsiyaga uchrab turib, yo'qolib ketishi kerak, maxsus ligamentga aylanib qolishi kerak edi o'zi aslida. Mana ko'ryapsizlar, normada umuman umbilikusdan ichakka bog'liqligi yo'q, hech qanaqa bu yerda bog'lama yo'q. Endi bir qancha anomaliyalar bor. Misol uchun, patent vitelline duct. Ya'ni bu narsa vitelline duct yo'qolib ketishini failurga uchrashi, ya'ni vitelline duct qolib ketishi. Mana ko'ryapsizlar, patent vitelline duct hatto teshigi kindikka ochilgan holatda bo'ladi, ichi yo'l bo'ladi. Hech qanday bu yerda to'siq bo'lmaydi. Hatto mekonium yoki qanaqadir suyuqliklar yoki axlat massasi bolani kindigidan oqib turishi ham mumkin. Chunki bu yo'l to'silmagan, yo'qolib ketmagan. Ichidan kelayotgan axlat massasi to'g'ri kelib turib kindikdan tashqariga chiqib ketishi mumkin bo'ladi. Bu narsani biz patent vitelline duct deymiz. O'zi vitelline duct mana bu nomi patent degani qolib ketgan degan ma'noni beradi. Va keyingisi vitelline duct sistalari. Demak, ko'ryapsizlar, qisman yo'qolish natijasida mana bunday sistaga aylanib qolgan va shu joyda qolib ketadi. Sista bo'lishining bitta yomon tarafi, infeksiya tushib qolsa, yalliqlantirib, shu joyda yalliqlanish belgilarini berib, qornida og'riq bo'lib, atrofdagi to'qimalarga tarqab ketishi mumkin. Va yana bitta belgisi volvulusni riskini oshirib yuboradi. Volvulus aytib o'tdik,
Demak, ichakda mana shu ma'lum bir tuzilma yordamida o'zini mezenteriyasiga aylanib buralib qolishi. Ya'ni shuni atrofida ichak aylanib buralib qoladi. X-mix bo'lib, shuni hisobiga qattiq og'riqlar keltirib chiqaradi. Va uchinchisi Meckel diverticula. Mana ko'ryapsizlar, Meckel diverticula ichak qisman davom etadi. Bu tomon ligamentga aylanib qoladi. Buni yuqorida gaplashdik. Mana Meckel diverticulasini rasmini ko'rib turibsizlar. Demak, ichak keladi, mana bunday Meckel diverticulasiga aylanib qoladi. Demak, bu to'g'ri divertikula, yuqorida ham aytib o'tdim, ko'pincha asimptomatik bo'lishi ham mumkin. Lekin simptomatik bo'lishining sababi bunda heterotropik oshqozon va pankreatik to'qimalarda bo'lishi hisobiga ichak devorini yemirib yuboradi va qornida og'riq, axlatda qon kelishi, hatto suyuq qonni o'zini kelishi ham bo'lishi mumkin ichakdan. Demak, bu vitelline duct anomaliyalari. Navbatdagi kasalligimiz ham juda ham muhim, bizga ahamiyatga ega bo'lgan, bilib olishimiz kerak bo'lgan kasallik bu Girshprun kasalligi hisoblanadi. Girshprun kasalligi shunaqa holatki, demak, congenital, ya'ni tug'ma megakolon hisoblanadi, ichaklarga bo'lib ketadi. Buning sababi aynan mana shu rektumda, ya'ni mana shu ichakda oxirgi qismi, rektal qismlarda, demak, aganglionik holatda, ya'ni nervlar bo'lmasligi. Mana ko'ryapsizlar, o'zi normada buni keyinchalik anatomiyada gaplashib o'tamiz. Auerbach va Meis nerv plexuslari bo'ladi. Ya'ni shu simpatik va parasimpatik tizimda mayda-mayda ichak devoridagi ganglionchalar va nerv tolalari, mana nerv plexuslarini ko'rib turibsizlar. Xo'p, savol, demak, bu ichaklardagi nerv plexuslari ichaklarda motorikasiga javob beradi, peristaltikasiga javob beradi. Endi savol tug'iladi, bu nervlar qayerdan kelgan desa, bilishimiz kerak, neurologiyada gaplashganmiz. Doimiy hamma qismga tarqalib ketuvchi hujayralarimiz bor edi. Demak, Schwann hujayralari ham shu yerdan paydo bo'lgan va boshqa periferik nervlar ham shu yerdan paydo bo'lgan. Demak, bularni biz neural crest hujayralari deb ataymiz. Aynan shu neural crest hujayralari shu distal qismdagi rektumga kelmaganligi hisobiga mana shu joyda nervlar bo'lmaydi. Boshqacha qilib aytsak, aganglionik bo'lib qoladi. Natijada distal segment mana uni kichrayib, yopishib ketadi. Tasavvur qilinglar, demak, rektumning qismi mana shuni yopishib, kichrayib ketgan. Xo'p, bizda buni kelib chiqish sababi aytib o'tib ketdim. Neural crest hujayrasi shu joyga yetib kelmagan, nerv yetib kelmagan. Bu mutatsiya hisobiga bo'lishi mumkin. Red deb nomlangan gen mutatsiyasi hisobiga mana shu joyga nerv yaxshi kelmagan bo'lishligi mumkin. Va natijada nima bo'ladi? Shu joyga kelib axlat massasi yig'ilishni boshlayveradi. Natijada shu aganglionik segmentdan yuqori qismi, proksimal qismi kattalashib ketadi, enlarged bo'lib ketadi. Va qusganda bolada qusish bo'ladi, chunki axlat chiqmayapti. Qusgan tarkibida o't suyuqligi bo'ladi, qorni kattalashgan bo'ladi va 48 soat ichida mekonium kelmaydi. Ya'ni aytib o'tdim, mekonium bu birinchi axlati. Birinchi o'sha rekanalizatsiya bo'lgandan paydo bo'lgan axlati. O'zi normada kelish kerak. Lekin 48 soat ichida umuman kelmaydi. Bolada xronik ich qotish, konstipatsiya kelib chiqadi. Endi ko'ryapsizlar, normal portion of the colon deyapti. Mana bu normal porsiyasi, normal o'sha nervi bor qismi kattalashib ketadi. Chunki bu joyda axlat endi undan pastki qismiga, mana bu nerv yo'q qismiga o'ta olmayapti. Shu joyda o'zi kattalashishni boshlaydi. Natijada ko'ryapsizlar, transition zona kelib chiqadi. Ya'ni transition zona o'sha kattalashgan qism bilan kichik zonani bir-biriga ajratib turuvchi zona qismi. Demak, shu zonadan pastki qismida umuman nerv yo'q deb tasavvur qilsak bo'laveradi. Ko'pincha bu Girshprun kasalligi Down sindromi bilan bog'liq. Down sindromi bo'lgan bolalarda bo'lishligi mumkin. Endi buni belgisi, agar biz digital examination qilib barmog'imizni o'sha yosh bolani anal qismiga tiqqanimizda, barmoq kirish natijasida yo'l kengayib turib, bizda ko'ryapsizlar, axlatni expulsion, ya'ni otilib chiqish holati kelib chiqadi. Otilib chiqib ketadi axlat, chunki mana bu joyda yig'ilib bosim paydo qilayotgan bo'ladi. Buni skewered sign deb nomlanadi. Va digital examination qilganimizda rektum bo'sh bo'ladi. Dastavvalni rektumga qo'lni tiqqan paytda hech qanday massa bo'lmaydi, bo'sh. Chunki bu joy yopishib ketganligi uchun yuqoridan kelmayapti, bu joyga axlat massasi kelmayapti. Yana ham o'sha qo'lni ichkariroqqa tiqsa, bu joydan endi otilib chiqishni boshlaydi axlat massasi. Endi yagona diagnostikasi bu biopsiya olish hisoblanadi. Shu joydan biopsiya olib, histologiyada namuna o'rganganimizda hech qanday ganglion hujayralari, ya'ni nerv hujayralarini topmaymiz. Bu degani aganglionik bo'lib qoladi mana bu zona. Yagona davosi demak reseksiya, shu aganglionik qismni kesib tashlash va sfinkterga mana bu yuqori qismini ulab qo'yish bo'ladi. Xuddi mana shu Girshprun kasalligi hisoblanadi. Mana Girshprun kasalligini belgilari, demak, qusganda bilius vomiting bo'ladi.
o't suyuqligi bilan qorni kattalashib ketadi. Mekonium 48 soat ichida chiqmaydi va ko'ryapsizlar, internal anal sphincter relaksatsiya bo'lmaydi. Ya'ni anal sphincter qattiq bo'lib torayib qoladi. Chunki mana bu qismda umuman nerv bo'lmaganligi uchun rektum torayib bir-biriga yopishib qolgan bo'ladi. Ko'ryapsizlar? Distal qismi yopishib kelgan va mana bu soppa-soq qism, proksimal qismi kattalashib ketaveradi. Shu joyda axlat massasi yig'ilib ketadi. Yoki mana buni ham ko'rib turibsizlar. Mana anal qismi, rektum qismi bo'ladi va A ganglionik bo'lsa bir-biriga yopishib mana bunday holatga kelib chiqadi. Va endi mana bu sigmoid kolon, sigmoid kattalashib ketganligini ko'rib turibsizlar. Bu narsani biz Girshprun kasalligi deb ataymiz. Xo'p, navbatdagi slaydimizda endi pankreas, oshqozon suti bezi va taloq embriologiyasini qisqacha gaplashib o'tib ketsak, demak, bu yerda asosan pankreas bizga muhim, chunki taloq mezodermadan paydo bo'ladi. Faqatgina olish mumkin bo'lgan, biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa celiac trunkdan qon oladi. Taloq ham oshqozon, jigarlarga o'xshab celiac arteriyadan qon tarmoq oladi. Demak, pankreas foregatdan paydo bo'lgan. Demak, ventral pankreatik badi bo'ladi va orqa dorsal pankreatik badi bo'ladi. Mana umuman normada embrion rivojlanish paytida mana ichaklardan chiqqan ikkita pankreat qismi bo'ladi. Oshqozon suti bezining ikkita qismi bo'ladi. Oldingi qismi ventral qismi va orqa qismi dorsal qismi bo'ladi. Keyinchalik embrion rivojlanish paytida bu sekin aylanganlik hisobiga ichaklar aylanib, mana bu oldingi qismdagilar orqaga o'tib qo'shiladi va normada mana bunday holatga keladi. Demak, ko'ryapsizlar, orqa qismidan mana asosiy yo'l main pankreatik duct kelib chiqyapti va oldingi o'tgan oldingi segment orqaga o'tadi va bundan ham mana buni boshchasi deb ataymiz. Pankreasda uncinate processus deb atalyapti. Mana shu qismi kelib chiqadi. Va ikkalasi qo'shiladi. Oldi va orqa ductlar bir-biriga qo'shilib turib asosiy pankreatik yo'lni keltirib chiqaradi. Va asosiy pankreatik yo'l kelib turib endi mana bu o't suyuqligi devori bilan qo'shilib turib mana bu joyda o'sha ko'rganimiz, yuqorida aytib o'tdim, vater ampulasini paydo qilib 12 barmoqli ichakka quyiladi. Va mana bu qismdan qo'shimcha aksessoriy pankreatik duct ham paydo bo'lib, bu ham o'zini teshigiga, ya'ni minor papilla deydi. O'sha vater ampulasi katta papilla, so'rg'ich. Minor papilla, ya'ni yuqorisida kichkinagina so'rg'ichcha bo'lib, faqatgina oshqozon suti bezining o'zini suyuqligini quyadi. Demak, mana shu holatda bu normal anatomiyasi. Endi biz bilishimiz kerak bo'lgan joyi anomaliyalari bor, tug'ma. Demak, eng ko'p uchraydigani bu anulyar pankreas. Bu mana bu ventral qismdagi pankreas qismi aylanib o'tayotgan paytda noto'g'ri aylanadi-da, mana bunday holatda 12 barmoqli ichakni qisib qo'yadi. Ko'ryapsizlar? 12 barmoqli ichakni atrofini o'rab oladi, halqa paydo qilib. Xo'p, natijada ko'ryapsizlar, ikkilamchi duodenumning ikkinchi qismida atrofini o'rab oladi va duodenal torayishga sabab bo'lishligi mumkin. Mana ko'rib turibsizlar, pankreasda mana bu rasmda, rasmda ko'rsatyapti, bu oshqozon va mana bu joyda o'rab olganligi, pankreas o'rab olib turib, duodenumni toraytirib olganligini ko'rib turibsizlar. Va bemorda qusish kelib chiqadi. Bu ham Down sindromida bo'lishligi mumkin. Xuddi duodenum atreziyaga o'xshash belgilarni beradi. Ya'ni pankreas aylanayotgan paytda 12 barmoqli ichakni qisib qo'yish holati bu. Va keyingisi pankreatik divizium hisoblanadi. Demak, pankreatik divizium oldingi va orqa bo'lakda aylanib o'tganda bir-biriga qo'shilishini buzilishi. O'zi normada ko'rdinglar, mana bu yo'l bilan bu yo'l qo'shilib turib asosiy yo'lga aylanib ketayotgan edi. Lekin pankreatik diviziumda mana ko'ryapsizlar, ikkalasi bir-biriga qo'shilmasdan oldingi alohida, orqaniki alohida yo'lga aylanib qolyapti. Demak, pankreatik divizium deganda sizlar ventral va dorsal qismlarini 7-haftalikda qo'shilishini buzilishi bo'ladi. Ko'pincha asimptomatik va sabab bo'lishi mumkin xronik qorin og'rig'i va pankreatitlarga sabab bo'lib qolishligi mumkin ekan ba'zi bir holatlarda. Demak, tushundinglar, ikkita pankreasda asosiy anomaliyasi bor. Birinchisi anulyar pankreas, 12 barmoqli ichakni qisib qo'yadi, halqa paydo qilib. Ikkinchisi oldingi va orqa bo'laklari bir-biriga qo'shila olmay qoladi, yo'llari. Endi taloq, mana ko'ryapsizlar, taloq bu oshqozonning oldidagi mezenteriyadan paydo bo'lgan bo'ladi. Ya'ni mezodermadan paydo bo'lgan organ. Bu biriktiruvchi to'qimaga o'xshagan. Va ko'ryapsizlar, ammo deyapti, qon tomir bilan ta'minlanishi shu hazm traktini ta'minlovchi maxsus celiac trunk. Yuqorida undan oldingi videoda tushuntirib berdim. Celiac arteriyadan tarmoq oladi, o'zini maxsus taloq arteriyasi, splenik arteriya bilan ta'minlanadi. Shu asosiy xususiyat bilib olinglar, chunki keyslarda tushib qolish mumkin. Savol beradi. O'zi foregatdan paydo bo'lmaydi-yu, lekin foregat ta'minlanadigan qon tomirdan tarmoq oluvchi organni toping desa, sizlar taloqni olishlaring kerak bo'ladi. Demak, mana shu ma'lumotlar bilan embriologiyaga yakun yasaymiz. Asosiy organlar, ularda bo'ladigan embriologik defektlar mana shulardan iborat edi va yana patologiya darsimizda yana ham bularga chuqurroq to'xtalamiz.
Undan keyingi darsda anatomiyasi bilan sekin boshlaymiz. Barchaga xayr, salomat bo'linglar.